Chekrovdan akvariumda hafsalanib turib ketdi. Bitta o'sha boy ko'rsatgan Holland muzika. Qolgan zdaniya bu port ekan. Vashi katta xatoni zo'rlig'imiz. Cruise linerda to'xtaydigan zdaniya ekan. Uchun bittadan kichkina shu kirish holi shunaqa katta akvarium qilib qo'ygan ekan. Dohadagi eng katta akvarium ekan o'zi. Yon tarafi mana old tarafga nisbatan 4-5 barobar uzun ekan. Ichkari chuqurligi 4-5 barobar uzunlik. Xalqlar do'stligi saroyi bor-ku, ana o'shandan sal uzunroq basharat. Arxitektor yechimini qaranglar. Islom arxitekturasi nisbatan arka. Lekin asosiysi bu bino akvarium baliqqa bag'ishlanganligi uchun tangani eslatadigan yechim qilgan. Bu binoda tashqarida turadigan bir orada bir 10 metrlik shunaqa zazor bilan turadigan panelga o'xshagan mana tashqarida alohida setkali narsa. Zdaniya buni ichkarisida. Wow! Chiroyli ko'rinish yechim. Ko'ryapsizlar, cheksizga o'xshaydi zdaniyani ketishini. Bu bilan qiziqtirgan narsa, mana hammasi metal konstruksiya deb o'yladim. Yaqinga kelib qarasam beton konstruksiya ekan. Burga Legoga o'xshab kiydirib chiqqan ekan hammasini. Oyoq kolonnalarni bir-biriga kiydirib tashlagan. Bu arichniy rigillar deydigan bo'lsa, rigillarni kolonnaga elib chiqqan. Ichkari kuchli muzda ekan. Tarix haqida yana ozgina shu ma'lumotlar. Uzunligi 15 metr 18 metr atrofida. Ekranning balandligi 5 metrlik Alloh alam shunaqa atrofida. Akvarium ichi. Skatli uchiyor tepada. Bu ham xuddi shunaqa art ekranlar devorlarda